tashvishlardan yaralgan dunyo, aytolmadim shu so'zni goho, nega sizni yaxshi ko'raman. Har kun sizni o'ylasam hamki, Assalomu alaykum aziz va muhtaram mehmonlar, ushbu g'aybiy anjumanga tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlar, mana bugun biz Yangibozor tumani Tozado'rma mahallasida yashovchi Kamjavoy akamizni tug'ilgan kunlari bilan tabriklash uchun sizni hissiyotlar jamoasi xonadoningizda tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim hamisha shunday yaqinlaringiz ardog'ida bo'ling deymiz. Sizga ushbu ajoyib syurprizni sizni jondan aziz yaxshi ko'ruvchi barcha yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz, musofirda yurgan farzandlaringiz nomidan, shaxsan Oygulxon Doniyorbeklar nomidan taqdim qilib qolamiz. Marhamat, olqishlab qo'yamiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ushbu ajoyib sovg'ani sizga taqdim qilamiz. Hamisha do'stlar davrasida shunday shukrona kunlarini ko'plarni bag'ri butunlikdan nishonlab o'tiring deymiz. Yana bir bora tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yurgan har o'g'il qizni so'rab turmay o'stirgan bizni, ota bo'lib angladim sizni yaxshi ko'raman. Yurgan har o'g'il qizni so'rab turmay o'stirgan bizni, ota bo'lib angladim sizni. Aziz inson dadam, davlatim sulton dadam, omon bo'ling baxtimga, jon dadam, jonim dadam. Yo'g'imda ham borimsiz, tog'day xush viqorimsiz, g'ururimsiz, oramsiz. Jon dadam, jonim dadam, chopar har yo'lda otim, tashvishi yo'q qanotim, duolari qanotim. Jon dadam, jonim dadam, kamlarimni bo'ldirgan, qayg'ularim o'ldirgan, uyim to'rin to'ldirgan. Jon dadam, jonim dadam. Ilohim Allohim barchamizni ota-onalarimizni o'z panohida asrasin deymiz. Yana bir bora tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sizni yaxshi ko'raman. Farzandlaringiz ham o'ynab kulib turib toshib kelmog'ini, shunday shukrona kunlarni ko'plarni birga bag'ri butunlikdan nishonlab o'tirishingizni tilab qolamiz. Keling endi marhamat shu onda bugungi tug'ilgan kun sohibini tabriklash uchun yaqinlaridan tilaklarni tinglasak. Marhamat. Endi tabriklaymiz do'stlar. Shu bugun tavallud kuning yilda yoshga kirdim. Ular yanımdan Xudo xolasan necha yil umr bergan bo'lsa, mazmun ish oilang bilan, qarindosh tug'aning, jo'ralaring, xudolaring, vaqtlaring, chog'liqlaring birga ko'rish nasib etsin. Ham bu xonadonda shuni yaxshi kunlar bo'lsin. Yana seni tabriklab shuncha odam kelib bizlar ham quvonib ketmiz. Ish qilib sog'lik, salomatlik bo'lsin. Hamma yaxshi niyat sanar. Do'stlarimiz nomidan, sinfdoshlar nomidan. Rahmat. Tabriklaymiz tug'ilgan kuning bilan. Ilohim istagancha umr ko'rgaysan, farzandlaring rohatini ko'rgaysan, hurmat aynan teng qadrlaysan, qo'sha qadrlaysan. Ularning bog'larida rohatini ko'rib, nov orzu umid etgan bo'lsang, novni niyat etgan bo'lsang, niyatlaringizga yetkazinglar. Teng qadrlaysan. Uzoq umr tilayman. Kamjavoy, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman sinfdosh. Sana uzoq umr tilayman. Doim hurmat bilan teng qarashib, vaqtiq chog'liqlarni sonini bilmay o'tirg'aysiz va Xudoyim. Sog' bo'lg'aysan, yana bir marta tabriklayman. Tug'ilgan kuning bilan aşağı kirib yurishni nasib etsin. Maqsad yaxshilarni qabul qilamiz. Farzandlarga baxt kamolini ko'rish nasib etsin. Do'stimiz, do'stimiz, tabriklaymiz. Shu hurmat aymanan qo'sha qarib, baxtli bo'l, vaqtichog'larni rohatini ko'rib o'tish nasib etsin. Tabriklayman. Yoshlarga kelib beraman. Uzoq umr ko'ring, yoshlarga. Yarın aktıklarım, kök basın, çavluklarım, körü görmek nasip etsin. Orstaya kızlarım, masa kesin. Dostlarımız, dostumuz, sınıftaşımız,
bundan 20 yaşdan çemberini görmek nasip etsin. Ailenle baklı ol. Artıklarda rahatını, perzentlerde rahatını görmek nasip etsin. Sol selamet bu aydan. Yine bir vakti beklemiz, müstahkem sağlık duyduğunuz. Jola tabiatı mı? Baklı ol. Yardım gentirip odan muhakkak açığımı nasip etsin. Hemen. Soğuk bu aydan. Tebrik ederim. 50 yaşının bu arayı hocam. 1 yaşta vakit. Kavgamam mı? Kendi tebriklemeyen ayın. Başkan Şefayet. Yaş düzeyinde ayın tebrikle oturmak nasip etsin. 100 yaşlarından oturmak nasip etsin. Koysan, koşkan bilen koşa kargaysan, uzak ömür görgeysen, şu aktif çoğuluklarının rahatını görüp birgeysen, atlarına yanılışıp, şundi köp aktif çoğuluğun yaşına bundan omuzun bakay. Tebriklimiz yaşı, sağ olaysan. Tebrikler doğan gününüz bilen. Larımıza baktığımızda sağ olasınız. Dünya duruyorsa duruyorsunuz. Doy tebriklayman tug'ilgan kunlaring bilan. Doim Allohdan nov niyating, nov tilaking bo'lsa, so'raganing hammasini bergay Xudoy. Hojana bo'lgaysizlar Xudoy. Shu farzandlaringga baxt kamolini ko'rmaklik nasib etgay. Izzatdan Xudoyning bog'lari ko'p bo'lib, endi beshikto'y bilan tabriklab shu do'stlari, og'ay tog'am hamma bilan birgalikda o'tirgaymiz Xudoy. Joy tebriklayman uka tug'ilgan kuning bilan. Alloh taolo umri kuningga, rizqi davlatingga baraka qutib aytsin. Hamisha shu do'stlarlar, og'ay tog'alar davrasında ardağında bo'lib yurish nasib etsin. Shu aqtiq, sog'liq, yo'qlik yattiqlarini sonini bilmay, atlarni bilmay o'tirgaysan Xudoyim. Tebriklayman. Yenge, tebriklaymiz. Yaşağa kelibirek, Xudoman bilan qo'sha qarib, aqtiqli, sog'liqli bo'lib yurgaysizlar. Tebriklaymiz yana bir marta shunday kunlarda ko'p-ko'plarni ko'rganmiz birgalikda. Tebriklayman aka. Vaqtida sog' salomat o'ynab kulaverdingiz yo'lingiz. Kim bir bor bag'rimga bosay, faqat sizni yaxshi ko'raman. Qadringiz Günlerim bilen tebriklayman. Ummatay bilen kim karışıp, Xudoyim aqtiqli, çoğuluklu, yoğuluklu bolup oturuşlarını müyesser etken Allah talam. Xudoyim dasturxonı hem şunday açık bo'lgay, o'ynab kulib yurgay. qadam tashlab yuraman. Tebriklayman. Xudoyim Ummatay bilen qo'sha qarg'aysizlar. Aqtiq, çoğuluklarni, baxtini, taxtini suyanib yurishni nasib etgay Xudoyim. Arg'u o'rstagilar ham Xudoyim eson omon to'lib toshib kelgaylar. Baxt tilayman hammangizga. Faqat sizni yaxshi ko'raman. Qadringizni aytganingiz qilmaganim. Tug'ilgan kuningiz bilan tebriklayman. Baxtimizga hamma vaqt salomat yurgaysiz. Shu qo'sha qarib birgalikda Xudoyim hojatlar xazina bo'lib yurmak nasib etgay. Shu aqtiq chog'liqlarda ilantirib o'tirgandan Xudoyim 100 yoshlarga kelganingizdan shunday bo'lib birga turmoq hammamizga nasib etgay. Hamma vaqt salomat bo'lgaysiz vaqtimizga. Yaxshi ko'raman. Jondadan mehribondan. Bir tarafdan sizlar ham bundan aytilgan aytolmay qolgan barcha yaxshi tilaklaringizni ham Allohim bargahida ortig'i bilan ijobat bo'lishini, neki o'ylagan niyatlaringiz bo'lsa barchasiga ortig'i bilan erishib yashashingizni, dunyodagi eng oliy maqom bo'lmish hojata, xojona bo'lishdek maqomlarga sazovor bo'lib yashashingizni tilab qolamiz. Yana bir bora tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Endi navbatda shu ajoyib qo'shiqlarga bersakda barchangiz davramizga taklif etsak
rahmat deymiz. Ilohim hamma